Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz ikkinchi darsimizda elektr energiyasini yaralish tarixi haqida qisqacha tanishib o'tamiz. Miloddan avvalgi 6-asrda qadimgi Yunon faylasufi Fales karbonni jun bilan ishqalaganda mayda jismlarni tortishini kuzatgan. Bu statik elektr haqidagi ilk kuzatuv bo'lgan. 1600-yili ingliz olimi William Gilbert elektr va magnit hodisalarni ilmiy o'rganib, elektrik kuz atamasini fanga olib kirdi va elektr hodisalari tajriba darajasida o'rganila boshlandi. 1729-yili Stephen Gray elektr o'tkazuvchanlikni kashf etdi. 1752-yili Benjamin Franklin chaqmoq elektr hodisasi ekanligini isbotladi. 1800-yili Aleksandro Volta birinchi kimyoviy tok manbai Volta ustunini yaratdi. Volta ustuni bu tarixdagi birinchi elektr batareya hisoblanadi. Volta ustunining tuzilishi: rux va mis plastikalar orasiga kislota shindirilgan mato qo'yiladi va rux va mis orasida kimyoviy reaksiya bo'lish natijasida doimiy elektr toki hosil bo'ladi. Ya'ni bizda doimiy elektr toki DC bilan belgilanadi. Bu o'zgarmas tok hisoblanadi. Plastinkalar soni ko'paytirilsa, bundagi kuchlanish ham ortadi. 1820-yilda Hans Christian Ørsted elektr toki magnit maydon hosil qilishini aniqladi. 1831-yili Michael Faraday elektromagnit induksiya qonunini yaratdi va bu elektr generatorlarining asosi bo'ldi. 1870-yil va 1890-yillar Tom Edison DC o'zgarmas tokni va Nikolay Tesla AC o'zgaruvchan tok elektr energiyasini amaliyotga joriy etdilar va elektr lampalar, elektr generatorlar va elektr tarmoqlari paydo bo'la boshladi. 20-asrga kelib elektr energiya sanoat, transport va maishiy hayotning asosiy qismiga aylandi va gidroelektrostansiya, issiqlik elektrostansiyasi, atom elektrostansiyalari kabi yirik elektrostansiyalar qurildi va elektrotexnika va elektronika jadal rivojlana boshladi. Hozirgi kunda suv, quyosh, shamol kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida elektr energiyasini ishlab chiqarish kengaymoqda. Aqlli tarmoqlar va energiya tejovchi texnologiyalar rivojlanmoqda. Yuqorida sanab o'tilgan barcha ma'lumotlar elektr energiyasining yaratilish tarixi haqida qisqacha ma'lumotlar edi. Shuning bilan bugungi darsimizning o'z nihoyasiga yetdi. Sizni qiziqtirgan qandaydir bir savol va takliflaringiz bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Biz albatta buni inobatga olamiz. Siz bilan xayrlashmaymiz. Aksincha, kelgusi darslarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.